Esselamu aleyküm aziz qarindoshlar. Bu ikki qismliq suhbat. Bunisi ikkinchisi. Agar birinchisini ko'rmagan bo'lsangiz, qaytib avval birinchisini anglab, andin buni anglashga boshlasangiz yaxshiroq bo'ladi. Allah tunji vahiy jumlasini qisqa, ammo keskin buyruq shaklida İqra bi ismi rabbikallazi xalaq. Yani Rabbing ismi bilan o'qu dedi. Ama nemini o'qish masalasi bizning aqlimizga havola qilindi. Yani falan nemini o'qu demedi. Nemini o'qiymiz? Dogma tushunilib kelingan bir bu o'qu aman diniy ilmlarni o'qish, ya'ni Qur'on va hadislarni o'qishni nazarda tutudi deb tushunildi. Buningda bir qarindishimizning beshidan kechgan bir misolni berishim mumkin. Qarindishimizning uyiga birisi mehmon bo'lib ketdi. Mehmonxona uyidagi 20-30 atrofidagi kitob tizilgan shkafni ishora qilib, shularning hammasini o'qidingizmi deb so'rabdi. Ha, o'qidim deb javob beribdi Soyibxon. Qilib bir turlik achchiq, bir turlik masxara, texmi aniqi bir turlik xatoga tanbeh ma'nosi beradigan bir imliq tovush chiqargandan keyin shuning o'rniga Qur'on o'qisangiz-chi debdi. Soyibxon nima darini bilolmay turib qoldi. Men uning o'rniga o'zimni qo'yib tasavvur qilib baxtim. Bu savolga men duch keldim tasavvurimda. Tabiiyki menmi hech nima deyolmay qoldim. To'g'risini desam, nima deyish kerak? Xato deyapsan deyish kerakmi? Tilimiz kuydi. To'g'ri deyish kerakmi? Qandaqdir bir yerlar tutmaydi. Uzoq o'ylandim. Agar xalqdagi bu tushuncha, ya'ni bunda xato tushuncha dogmalik davom qilgan muddatcha bizning tafakkur qobiliyatimizning kirilishidan so'z ochqili bo'lmaydiganligini g'oyis qildi. Allah bizni zodi nimani o'qishga buyurgan bo'lg'aydi? İlahi vahiy bo'lgan tashri'iy qonunlarni o'qishimiz albatta to'g'ri. Buning hech e'tirozimiz yo'q. Hatto hech Qur'on o'qimaydigan, dinni o qadar yaxshi ko'rmaydiganlarmi buni inkor qilishga jur'at qilolmaydi. Agar tunish Allohning ilmi faqat Qur'ondan iboratdir deb tushunilganda, albatta mehmonning qarashlari to'g'ri deyilishi kerak. Biroq Allohning ilmi faqat Qur'onmi? Bu savolning keyinidan izlanganimda shu oyatlar ko'zim tushdi. Allah'ın kursi, yani ma'lumoti osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Vasiya kursiyut samavati val arz. Bu hammalarga tunishliq. Har kuni farz namozimizdan keyin o'qib turadigan Ayetel kursidagi bir jumla. Yana Parvardigorimizning ilmi hammani o'z ichiga oladi. Sure Araf 89. ayetning bir qismi. Şuayb aleyhisselamның tilinden berilgan. Parvardigorimiz sening rahmeting va ilming hamma narsani o'z ichiga oladi. Sure G'afir 7. ayetning bir qismi. Parvardigorimning bilimi hamma narsani o'z ichiga olgan. An'am 80. ayet. Her narsada Allah'ın tecellisini görmek için şununla ait bilimlerini çoğunqur bilişimizin şartlıkını şundak ima kılıdı. Şöbesiz ki asmanlarının ve ziminin yaratılışı da keçi bilen kündüzünün nöbetleşip duruşu da akıl ilgilileri için elbette ruşen deliller var. Allah keçi bilen kündüzünü almaştırıp durdu. Bunun da akıl ilgilileri için elbette ibret var.
Sen bilmemsen ki Allah buluttan yağmur yağdırdı. Andın onu yerge sığındırıp bulakны peyda kılıdı. Andın Allah onun bilen rengi kılma kıl ziraatlen öndürdü. Andın o kuruydu. Onun sargıyıp ketkenligini görsen. Andın Allah onu şah şumbuğaylandırdı. Onun da hakikaten akıl igilleri üçün Allah'ın kudretini körüstüdüğün ibret var. Meyvelerinin buğullarından çıkışı, her kandak kişinin hamildar buluşu ve tuğuşu Allah'ın sırtı da emestir. Sure Fussilet 47. ayet nomeri kısmı. Körünüp turuptu ki Allah bizge öz ilimlerini okuşunu buyurgan bolsa, bu hergizmi Kur'an ve hadis bilen çeklenmeydi. Tabiattaki acayibatlarını düşengen siri Allah'ın kudreti, tengdişinin yokluğu, mevhumluktan çıkıp bargan siri konkretleşidu, callıklık kazanıdı. Tabi ilimler hakikaten mi Allah'ın ilmi midir? Hakikaten mi tekvini kanun mudur? Bularını bir neçe misal araqlıq təsəvvürümüzdə təcrübədən ötküzüb bakaylı. Tömür. Turmuşumuzda her an gerekli bir element. Tömür rudusu qancha gradusda eriydiganligini insonlar keyin bayqadi. Bayqadiki 2035 gradusda eriydi. Tömürning erish nuqtasini Allah bekitganmi, g'arbliklar bekitganmi? Yoki qandaqli biri bo'lmasin, insonlar bekitganmi? Agar insonlar bekitadigan bo'lsa, qanday yaxshi bo'ladi? Samanning o'tidili eriydigan qilib 70 gradus qilib bekitib olgan bo'ladi. Biroq bu insonlarning aqli va qudratidan zo'r darajada eshib ketgan ish bo'lib, kim buni Allohning bekitganligidan gumon qiladi? Newton almanın tegidi sayda yatqanda peshonasiga tushgan almadan cho'chib ketib, nima uchun deb savol qo'ydi. Sapqidan uzilgan alma nima uchun muallaq turib qolmadi yoki ko'kka uchib ketmadi-da yerga qarab tushib keldi. Savol tafakkurga yo'l ochdi. Nima uchun degan savolni qo'yishga odatlanganlarla tafakkurga boshlaydi. Newtonning savoli yerning tortish kuchi borligini, eg'irlik degan hodisaning yerning tortish kuchidan shakllanganligini kashf qildi. Xo'sh, yerning tortish kuchini kim bekitgan? İnson bekitolmaydi. Bu bek cho'ng ish. Agar bir Allohdan boshqa ma'budning yo'qligiga ishonsangizlar, buni Allohning bekitganligini e'tirof qilasiz. Suyuqluq patırılgan cisimning eg'irligi o'zi siqib chiqargan suyuqlikning besimiga teng. Bu 2000 yılning oldidagi Gretsiyada yashagan Arximedning tasodifiy bayqishidan tug'ilgan va bugun fizika kitoblarida Arximed qonuni deb atalayotgan teoremidir. Ammo Arximed bayqig'uchimi, qonun qo'yg'uchimi? Albatta his qilish tez emaski, suyuqliqqa patırılgan cisimning eg'irligi Arximed tug'ilishdan burunmi o'zi siqib chiqargan suyuqlikning besimiga teng edi. Fakat yıllar, asrlar yetib Arximed kelgandilar, o buni bir tasodifiylik aqsida bayqab qoldi. Ya'ni jamiyatda aqlliq deb tanilgan Arximedni chaqirib, uningga bir vazifa berdi, podshoh. Podshoh aslida bir toj, oltindan bir toj quydilar. Ammo gumonlanib qoldi. Bu menbaga oltinning hammasini bu tojga ishlatdimi yo saxtlik aralashtirdimi? Gumonlanib qoldi. Tojni buzib buni tekshirib baqsa, podshohning salohiyatiga uyg'un kelmaydi. Agar yolg'on chiqib qolsa, podshoh osal bo'ladi. Tojni buzmay turib bunu bilgini bulamdı. Aqlliq deb namagan Arximedga bu vazifani topshirdi. Agar buni topamsam, moncha kun ichida kallani olaman. Buning bilan nima bo'ldi? İnsanlar selishtirma eg'irlik deb ataladigan ajoyib o'lchamni topdi. Selishtirma eg'irlikmi? O'xshash hajmdagi o'xshamagan moddalarning eg'irliklari har xil bo'ladi.
Bu xasiyatda Arximet padişahının tacısının sap altından yasalganlığı yoki saxtılık aralashtirilganligini tajni buzmay turib tepib chiqdi. Neticede kallasidan juda bo'lishdan qutuldi. Tajni buzmay turib uning sap altından emasmi aralashmalar bormi deganni bilish 2000 yılının evvelideki insanlar üçün emas, bugün üçünmü acayip emasmi? Her qandaq tip bulunluq üç bulunda yantu tarafning kvadrati qalgan ikki taraf bilan mushu ikki taraf orasidagi bulun kosinosining ikki hassilangan ko'paytmasiga teng. Bu bir teorema matematikada. Ammo aqlimiz yetadiki, buni insonlar bayqashdan burunmi bu ashundaq. Fakat insanlar bunu bilmey yürüttü. Bularning nima keragi? Bunu bilmeymi yaşayalı buludu mu? Deydigan gidenlerinin çıkıdığanlıqıga mı gözümüz yetadi? Bir ilim insonparvarlarning qo'lida rivoj topsa ve hayatga tatbiqlansa, hayat güzelleşir. İnsan insoncha yashaydigan bo'ladi. Allohning yaratish g'oyasidagi eng aziz maxluqlik salohiyatiga uyg'un hayat o'lchamiga yetadi. Eğer bir ilim qariniyetçinin bir dünya xorunun qo'lida amaliy qo'llaniladigan qurolga aylansa, insoniyatga balo yog'adi. Buni dunyo tarixidagi sonsiz misollardan ko'ryapmiz. Atom bombasining nima kerak ekan? İnsanlar onsiz yashayolmabdi. Yashaydi. Texnomobda yashaydi. Nayte afsuski u Jahongirlarning qo'lida bo'lib, insoniyatga ofatlik og'zini ochib devaylab turibdi. To'g'ri yo'lda ishlatilsa, atom energiyasi albatta yaxshilikqa yaraydi. Million quti benzindan hosil bo'ladigan energiya 3 kidek bir uran parchasidan radiy parchasidan hosil bo'lsa, ne kadar ixchamlik emasmidi? Biz lozim emas desakmi, baribir u haqning qo'lida. Xitoyning qo'lida bizga tahdid bo'lib turibdi. Bu açık ameliyatını neye koyuyoruz? Bütün alem tartışış kanunu. Cümleden yer şarının tartışış kanununu düşünüş ve yana başka münasebetlik nurgun ilimlerinin ortaklıkta meydana gelgen sünni hemralar, hesaplaşlar arkalık tepip çıkılgan orbitlarda aylanıp, onu uçurganlarının hizmetini kılıp yürüptü. Radyo signallarını takip ediyor, televizyon signallarını takip ediyor, casusluk faaliyetlerini kılıyor ve hakeza. Sünni emrası yok devletler milyon dolar sarf kılıp, başkalarının sünni hemrasıdan kanal icara alıyor ve hakeza. Ayrı bulallar uçudu. 500 kadar adamını elip uçuvatkan bu tömür koş, öz eğirliğini koşkanda kançı 100 tonlu kile. O kanda uçudu. İlim bilen, bizge gereki yok. İşek bilen mi yürüyürümüzde işimiz mi mümkün? Allah Kur'an'da bendinin tırışçallıkı yarışan nasibi vardır demegenmedi. Ama bu ayette iman etkallar, ya ki iman etmegallar dep ayrılmadı. Bendinin deyilir. Yani kim tırışsa tırışçallıkı yarışan nasibi alır. Aşemmeni koşup garipki mensup kılıp etadigan aşkın mutaessip dindarlarımız 1 milyar 400 milyon Xitayni kömey Suriyaga düşman izlep gelgen atalmış mücahitlerimiz koluga qarab baksın, üstüge qarab baksın. İlimning mevillerini görüp. Kolungizdagi qurol bilan o jihad qilasiz. Ammo u yasalgan ilimni rad qilamsiz. Uni uyaniga imanmi? Aman onu başkalarının qo'lidan oladigan bo'lsangiz, halimiz shunday bo'lmay qanday bo'ladi? Bir zamanlar torda bizga falsafaning keragi yo'q deydiganlarning shiddatli cho'qallari ko'tarilib jahonni bir aqoid. Bizga nima kerak emasligini ilg'iyoligidek salohiyat qozondikmi? Dal aksicha bunday salohiyat qozonmaganliklari uchun bugun musulmonlar dunyoning nerede bo'lsa-mu o'xshash mahrumlik, bo'zaklik, xarlik ichida ingirmoqda. Bundan bir asrcha ilgari islom olimlaridan Shakir Arslan musulmonlar nima uchun orqada qoldi degan bir kitob yozgan edi. Xatolarimizni qayerda ekanligini ko'rsatib bergan edi. Ammo bizning dindarlarimiz islom olimlaridan eshib tushadigan darajaga yetdimi? Başka turdaki o'qishlarni rad qiladigan, başka tabiat ilmlarini Allohning ilmi tizimidan chiqarib o'tishga jur'at qiladigan bo'lib ketdimi?
yoki bu bir turli qoraqo'saqlikdagi asabiyatmi? Yana takror naql qilganim uchun afu qilinglar, bir turk professor bir izlanishida selishtirma qilib shunday degan edi. 1,5 milliardlik islom dunyosida bir yilda nashr qilinadigan kitob 16 millionlik Gretsiyada nashr qilinadigan kitobdan oz ekan. Mana mushunilla bir aynak deb bilsak, beshimizga kelayotgan kunlarning sababini bilgandekmi bo'ladi ekanmiz. Minglarcha afsuski Allah bizga o'qu deb buyurgan ummat o'g'limiz. Bütün musulmonlarning ahvolidagi o'qish qizg'inligidan qarab o'zimizga tasalli topishimiz mumkin. Biz yolg'iz emas ekanmiz. Ammo shuni keskin jazmlashtirish mumkinki, musulmonlarning ichidami eng mutaassibroqi o'qishga xirvog'ini biz Uyg'urlarmiz. Go'yo islom dinini shu bizning dindorlar tutib turayotgandek bir havo istirdi. Boshqa ilmni o'qishga o kadar salqin qaraydi-ki, ko'ziga minib qo'ymaydi. Nazariya jihatda inkor qilinmaydi. Chunki buningga chamiz yetmaydi, unchalik umuchi yo'q. Ammo bekli sovuq tutum ifodalagachga boshqa ilmning gapini qilishdan tortinib qolasiz. Ammo men boshqa millat islom olimlarining kitoblaridan Yevropa olimlarining degan aytganlarini uchratdim. Demak, bizdan boshqalar shunday kitoblarni o'qiydi ekan. Kafir olup gitmemmekin de bensermeydi ekan. Hatta men Abdullah Azzamning bir kitobida Sigmund Freudga ait qurlarni o'qidim. Odatda Freudning ba'zi qarashlarini Uyg'urchaga tarjima qilishning mumkinchiligi yo'q. Chunki Uyg'ur jamiyati toplumimizning bilim safhasi buningga hozir emas. Buni ko'taradi. Buningga bir misol beray. Hali ko'p qarindoshlarimizga ma'lumdir balki bu. 1980-yillarda 80-yillarning o'ttirillari bo'lish kerak. Fanni umumlashtirish nashriyati Jinsiyat va salomatlik deb bir kitob, tarjima kitobni nashr qilgan. Bu kitob Uyg'urlarning nashriyat tarixida rekord yaratgan. Eng ko'p sotilgan bir kitob bo'lib qolgan edi. Nima uchun? Uyg'urlarning ilm suyarligidanmi? Yo'q, tamamen qiliqsizlikdan. Haq uni bir ilm deb yozgan bo'lsa, Uyg'urlarga bu bir tomosha bo'lgan. Uningdagi jinsiyatga oid mahram gaplarga qiziqib, xuddi hech nima ko'rmagandek, hech kitob o'qimaydigan dehqonlardan tortib cho'ng yoshli odamlargacha, jo'xoraz yigitlardan dadalarga ta'rifni anglaganlar odam setib olgan. Yüzüdeki niyet gayri olğaçqa kitapni setib verishdimi, xuddi o'g'ridek kitobning oldi muqovisini kitap satarga ko'rsatmay, keyindagi bahosini ko'rsatib, pulni duylab qo'yniga tiqqan pet alaqchalab qarab qo'yib chiqib ketishadi. Mana bu bizning ilmga naqadar yoqlashib ketganligimizning bir misoli. Shahvoniy gap bor ekan deb kitoblarni so'kadigan bo'lishlariga qaramay, benormal rasmanlik bilan bunday narsalarga amroqligimizmi bor? Bunda ekan Sigmund Freudning chekdan oshgan jinsiy teoriyalarni Uyg'urchaga tarjima qilish mumkinmi? Ammo bir islom olimi o kitoblarni o'qibdi. O'qish har qachon shu kitobnikini qabul qilaverish uchunmi bo'lmaydi? Ijobiy yoki salbiy dars olishimiz mumkin. Masalan, bir qatim bir dindor qarindoshim mening Tevratni o'qiyotganligimni ko'rganida qo'rqishdan qitib qoldi. Yoki yoqsin tishlab ko'zlari alchakman bo'lgan bo'lib, "Sizlar Tevrat o'qinglar" dedi, o'liqqan oldi. Men hech nima bo'lmagandeklar, o'qiyman dedim. Ammo u ayblay desa, asos beg'idek umat yo'q. Yaxshi bo'pti deydisa, ichidagi hislar bunga yo'l bermay, tazimi qiynalgan edi. Keyin men Mavdudiyning Qur'on tafsiridan shuni ko'rdimki, bu odam Injil, Tavrat, Zaburni yodidagidek biladi ekan. O'qigandimi shunday ko'p o'qibdiki, nadin desa shu yerdan chiqadi ekan. Agar sen bir ilmdor bo'lsan, Tavrat, Injil, Zaburni cho'qim o'qishing kerak. Bo'lmasa ular bilan Qur'on orasidagi farqlarni,
ulardagi ilohiy tusi buzib etilgan nafslari uchun burmalangan mazmunlarni qanday bilasan? Quloq mollasi tipida anglabag'ini asas qilamsan. Amaliyotda ilmning uguyi yo'q. Gap o'zimizda. Qarindoshlar, burun deganlarimdan birini yana takrorlab oldim, kechiringlar. Bir bog'da turlik meva bo'ladi. Bir xil suvni ichadi, ammo o'xshamagan meva beradi. Chaqqaq erimi çiçek qo'nadi, asal arisimi çiçek qo'nadi. Biri shirni yig'adi, biri zahar. Qandaq kitobni o'qish muhim emas, ochqishliq bo'lg'ini sening uningdan qandaq foydalanishingda. Asal arisa hatto achchiq qizilmuchqa qo'nadi. Ammo uning tabiati shirni yig'adigan yaratilg'achqa yanada shirni yig'adi. Shuncha achchiq qizilmuchning tarkibida aslida mo'l shakar miqdori bo'ladi. U fitratiga putilgan iqtidoriga tayinib buni bilalaydi va uningdan shirni yig'adi. Shuning qo'nadi. Islomning gullangan davrida tabiiy olimlari shunday aytilganki, islom olimlaridan Bronining 11-asrda o'tirib qo'ygan ba'zi teoriyalari 19-asrga kelganda Yevropaliklar tomonidan qabul qilingan. Yevropaliklar elektr to'lqinlari nur zarralarining vakuum bo'shliq tarqalanmaydiganligini ko'rib yetgandan keyinla atmosfera qavitining sirtidagi olam bo'shliqi vakuum bo'shliq, u bo'shliqda hech narsa yo'q degan sapsatisining oqmaydigan gapligini e'tirof qildi. Broni 11-asrda olam bo'shliqining asr degan bir xil modda bilan to'ldirilganligini o'tirib qo'ygan edi. Bu teoriyani e'tirof qilingandan keyin ilm tilidami bu modda asr deb atalgan bo'ldi. Asr arabchada o'tkazgich degan ma'noga ega bo'lib, bu asr bo'lg'achqila olam bo'shliqidan har xil signallar bizga yetib keladi. Hatto quyoshning nurimi. Musa al-Xorazmi yoki Xorazmlik Musa al-Jabrni kashf qilgan va bu Yevropa tillarida ayni shu peti algebra deb qo'llanilmoqda. Ya'ni islomning gullangan davrida sahobalar bilan tabiinlar bilan davr orliq texmi yaqin bo'lgan islomning eng to'g'ri taqalgan asriy saodatga texmi davr e'tibori yaqin bo'lgan musulmon olimlar ilm fanga o kadar yurish qilgan. O kadar yurish qilgan tabiat ilmlarining amdilikda bugungi davrimizda bizning dindor tunidagi asabiyatchilarga yot bo'lib qolishi, chetga qilishi bir fojiadir. Qisqasi bizga tabiat ilmlarining hammasi kerak. U kerak bo'lib qolmay, siyosat, taktika, istixborot, jamiyatshunoslik hammasi kerak. Hammasi kerak. Siyosiyni bilmaganligimiz uchun haq bizni o'ynayotdi. Istixborot deganning qanday ishlaydiganligini tushunmaganligimiz uchun eng oddiy allaqachon aqalli uqumga aylanib ketgan josuslikqa oid bilimlarni Uyg'ur jamoatida hayron qolarlik bir ish. Qabul qilg'isiz bir ish bo'lib ko'rinmoqda. U kerak emas, bu kerak emas deguchilar aslida ilmsizlardir. Ilm Allohdan bo'lish bilan u bizga berilgan mulkdir. Hadisda ilm mo'minning yuttirib qo'ygan melidir. Shunga nima ko'rsa erish huquqliq deyilmadimi? Bugun milliy mavjudligimiz jiddiy tahdidga duch kelgan bir davrda yanada o'qishga bo'lgan istaksizligimizni, o'rinliqimizni, quloq mollasi tipidagi bilimdonlikni davom qilaveradigan bo'lsak, Xitoyning mo'lchirdikidan burun hayotlik sahnasidan yo'qolib ketamiz. Shunga tariximizdagi saboqlarimizni ko'zdan kechirish uchun, kimligimizni tonish uchun, davlatning nimaligini tushunish uchun cho'qim o'qishni yaxshi ko'radigan odat yetildirishimiz shart. Ko'pga xitob qilish salohiyati bo'lgan kishilarimiz, ya'ni jamoatga xitob qilish salohiyati bo'lgan kishilarimiz
təbliğ qıladigan mollalarımız, liderlərimiz her fırsatda kişilerge o'qishning Allah buyurgan bir farz ekanligini ta'kidlashi. Ammo nimani o'qishlariga cheklama, qizil chiziq belgilab qo'ymasliklari kerak. Nima o'qisang o'qi, bir nima o'qi demek lazım. Bugungi vaziyatdami? Ölümge yüzülüp turupmu? Uyqumuzni açmasak, o halda biz Xitoydan emas, özümüzden köysek doğru buludu. Köpçülükке rahmet. Hatalarım bolsa özür sorayım.